Hey yo, hammaga sizlar bilan Leon Gaming. Bugungi videoga xushlar. Bugungi videoda bilan birgalikda match ekranlari turgan Motel Plus Supermarket Simulator o'ynaymiz. Qani ko'ramiz. Bugungi videoda aynan bizlarni nimalar kutibdi, nimalar kutmayapti, buning barchasini albatta video davomida bilib olish. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, chunki men bugungi videoni boshladim. Xo'p, o'tgan safar men bizga kelib qolgandik. Men bu bitta xonani no thanks, xo'p, bezataman degandim, lekin bu xonani bezatdim, nima bo'ldi? Mana bitta yozib qo'ygan ekan, no place table. Open motel store service room customers. Mana bu narsa kerak ekan, no place table. Table kerak deydi. Table bormi? Bormi table? Table deydi. Mana $50 ga. Buy order yes. Table zakaz. Bagmi bu? Endi olib keldi. Mana bu narsa bag bo'lib turibdi lekin. Jini. Jumon. Mana. Yo. Ochdik. Unpacking. Please. Shuncha narsa qo'yibman. Text turdimi yo nima qo'yamizmi? Bildimi? Please. To'g'ri bo'lgan bo'lsa kerak. Tak. Nima deydi endi? Open motel store service room customization. Open the motel room. Buni qanaqa open qilamiz? $27. $27 turgan ekan. Tak. Motel open. Mana. O'tgan safar qila olmadim-ku. Store service custom. Open qildim. Open motel qildim. Super store open. Gas station yo'q bizda. Mana bu boshqalari вообще yo'q. Open qildim va bizda aytgancha do'konimiz bor edi. Dedi-yu, bizda bitta jini kirib ketdi. Birinchi yoroq market, yoroq. Xullas yoroq yorib tashlaymiz. Tak, bizda bitta mijoz. Bizda 100. Nechinchi xonaga qo'yamiz? Bo'ldi. Qolganlarimizni ololmaymiz, uzr. Motel yopamiz. Bo'ldi, surlaring. Qolganingiz so'ramang, ey. So'ramang. No, it's no. No. Yo'q. Joylashtira olmaymiz. Ko'rdilarmi? Bir zumda ko'rdilarmi? Yoroq marketda o'zi odamlar to'lib ketgan. O'zi 3 o'rta turibdi. Voy. Bitta uxlayapti deydi. Bezovta qilma deydi. Keyin короче mana bitta bor. Bu yerda qiladigan uchun zashi ko'p. Tozala, yugursidir, xullas bu yerda hali qilmay turamiz. Man market. Mana marketimdagi odam to'lib ketibdi. Vibratsiya ber ekan. I'm sorry, mana aybim emas. Necha dollar qachim kerak senga? 7mi yo 37mi? 10, 20, 30, 5, 6, 7, 8. Bo'ldi. Yaxshi. Voy bu vibratsiya yomon beradi-yu. 6.7. Mana shu vibratsiyani o'chirib qo'yishda iloji bormikin? Setting. Policymechanica FK. Setting. Sensation is fixed. Sound bo'lsam bo'larmikin? Bilmadim. Xullas. Men narsalar qo'yibdi. Men bitta nima bu? Bu ham nimadir-da, xullas. Marketga kir. Storage, bu storage'da yo'q. Yostiqlar. Mana
Produktda UEFA Chempionlar Ligasining kubogi, Silver Cup, Jahon chempionatidagi ham bormi? A Seriyaniki bor ekan, Elite, APLniki bor ekan. Jahon chempionatining kubogi yo'q ekan, afsus. Lekin UEFA yo'q. Tak. Price bu turadimi? Table hammasi bir xil. Menimcha bir xil. Soda deydi. Davay bitta olmay zakat qilamiz. Bo'ldi. $108. Momo masu. Bo'ldi mana bu brat. Iflos qilib ketibdi. Voy sana. Nima deydi? Baribir vibratsiya turibdi. Demak, foydasi yo'q ekan. Soundga kirib, settingga kirib, mana buni yoqib qo'yamiz. Bu closed bo'ldi. Короче, bu loylar anaqa qilib ketibdi-da, da. Vibratsiyani o'chirib bo'lmaydigan qilib. Sassalar. Mana mahsulotlarim. Odamlar to'lib ketibdi. Davay. Короче, nega $27? Nega $27? To'xta. Mana shuni ko'ring-da. 27 narxini o'zgartirsa bo'ladimi? Upgrade. Bu olish, aytgancha olish, to'g'ri. $300 olsak bo'lar ekan keyingi xonani. Yo'q, men hali xonani bezatishim kerak. Xonani hozir mahsulotlarni qo'yib, bir ikkita narsani sotib olib, keyin men bu kiyim yomon. Xullas mahsulotlarni men bitta bag nimadir tushib turibdi boyatdan beri. Xullas och buni. Narx to'g'ri buni. Menimcha to'g'ri. Yana bilmadim. Короче, ona yo'q ketar ekan. Mayli, xo'p. Narx to'g'ri bo'lsa kerak menimcha. Narx to'g'ri bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Ko'rish kerak. Mana. Dim yomon. Bu bunga qo'yilmas ekan. Aytdim. Lekin bunda yozib qo'ymas ekan, boshqani supermarket simulyatorlarida yozib qo'yardi. Mana bitta GM bor, xohi MFC deydi. Xullas bu supermarket, hipermarket, supermarket simulyator ekanda, u короче hamma narsa qilsa bo'lar ekan bunda. Supermarket ham bor, endi GM ham bor. Degan narsa bor, xullas. Burumurlik kontent ichida bor, просто reklamalar vashchi ko'p. Xullas. Bo'ldi. Tamom. Короче, sizga xizmat ko'rsatib, sizga 36 voysasi. 36 50 60. Короче, vibratsiyaga rozi bo'lasiz agar videoda mencha ovoz eshitilib turgan bo'lsa kerak-da, to'g'rimi? Вообще vibratsiya beradi. Tak, 9. Yaxshi. Nima bo'ldimi, brat? Bittami? 54 40 bo'ldi. Thank you. Tak. Короче, mana bitta produkt. Tak, nima zakaz qilsam bo'ladi yana? Chempionlar Ligasi $50 deydi. Bitta zakaz qilib ko'raymi? Yo'q, kerak emas. Bilmagan narsani zakaz qilib nima qilaman, a? Tak, shelf deydi. Mana $100 ekan u. Mana shundan bitta zakaz qilsam, to'g'rimi?
Keyin chipsni eng qimmatini 5 ta. Yo'q. 1 2 1 2 1 2 bo'ladi. Mana keldi. Tak. Nimadir bo'ldi. 19 dollar deydi. 38 39 ta. 39 dollar qachimiz kerak? Xo'p, 75 dollar 50 sent. Xo'p. Bittasi mana nechta? 2,5. Yashildiki 2,5 ekan bittasi, to'g'rimi? Hozir ko'ramiz. Bittasi 2,5 bo'lsa, bu yerda nechta turadi? 1 2 3 qator. Bu yoqqa 1 2 3 qator. 3 uchun 9 bo'lsa 25 salkam 25 24 nechidir bo'ladi-da, to'g'rimi? Yashili. Pulni oqlar ekan. Biroz oqlar ekan. Unchalik oqlamasa ham biroz oqlar ekan. 12. Xo'p, mana bu 7 dollar ekan. 60. Yaxshi. Ana undan zakaz qildik, to'xtab tur. Sensan sevarim, xoh inonma, bum bum. Qondir kechanim, xoh inon. 4 qator ekan, 12 ta bo'ladi demak. Undoq deydi. Xoh inonma, bum. Qondir kechanim, xoh inonma, bum. Voy. Mijozlarni ko'pligini. 27 dollar. Mayli, necha xo'p. Boshqa xonalarni ham bezatish kerak, lekin bilmadim. Qondir kechanim, xoh inonma, bum. Sensan sevarim, xoh inonma, bum. Ochish kerak-da. Tak. Yaxshi. Hozircha normalniy ketyapti marketimiz ham hammasi. Necha daqiqa o'tiradi bu? Просто bitta kiradi-da, uxlaydi-da, o'rlar ekan. Вот где masala. Вот что делать. Так. Нормально. Mana bu lekin bag bo'lgani yoqmayapti, bor-ku. Boyatdan beri tushib turibdi shunaqa. Tak, mana buni joylashtiramiz. Bu yoqqa joylashadimi bu? Xo'p. 101. Bo'ldimi? Boya ham xabar kelgan ekan, просто men ko'rmabman-da boyagi xabarda. Bitta xonani tayyorlash kerak keyin. Ular sotib, Davay, brat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'tarilib keting, omadingiz keldi. 5 yilda keldi. Navbatingiz keldi. Va nihoyat 5 yil deganda 5 yil kutdingiz, brat. 5 yil kutdi, brat. Shuncha vaqt kutdi. Yo'q, sabrni qara. 20 dollar. Sendan 10 dollar bo'ladi, 35 dollar qaychim kerakmi? Uyatsiz. 44 dollar.
Hop, 10 dollar ichamanmi? Yaxshi. Tak, keyin. Mana keldi. Tak. Narganonga qo'ysammikin keyin? Anavi nima edi? Ochsammikin? Nimani ochish kerak anavi? Uyi. Ha, bo'ldi. Tut qildi. O'g'ri keldi shekilli. O'g'ri keldi, qatga keldi o'g'ri. Qana o'g'ri? O'g'ri yo'q u. Ha, keyin u bo'shabdi-yu. Menga bitta tozalaydigan qo'yib qo'ysammikin, ha? Qarab turadi-da. Do'konga qaraydigan ham topish kerak. Xo'p, mayli. Sensan sevarim, xoh inon. Lamp. Yo, Barat. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Nima u? O'la pes. O'la ko'proq pul olib kelmaysam, 6 dollar ham pulmi endi? Shu ham pulmi? Oltmish qachim kerak bunga sassi? Senga 55 emas, 4. Yaxshi. 9 dollar ekan ko'k. Ko'k 100 dollar ekan u. Faqat ko'kdan sotishim kerak ekanda. Vibratsiya lekin videoda yomon ovoz chiqsa kerak, dog' qilib. Mana shu narsa bo'lmas ekanda. Tak. Mayli, men bu xonani nima qilish kerak? Bo'yashim kerak men. Qanaqa rangga bo'yayman? Qora. Wood 75. Tepa patolog. Qora bo'lgandan keyin oq qo'yamanmi? 200. Mayli. Uyning rangiga o'zi 200 ketyapti. Rangingga deydi-yu. Tak, buni olamiz. U yo'qchi. Mattel bilmadim Mattelda. Market zo'rda, undan ko'ra market. Matteldan вообще qolmayapti. Hech nima qolmayapti. Tuftada prost. Men bu GM'larda ochsam bo'ladi. Men bitta basseyn bor. Car washing, men bitta deydigan narsa bor-ku. Tak. 41. Uy! Shularda o'zi 41 mi? 5 30 60. To'rda, mayli. Davay, Barat, davay. Xo'p. 31 25. Roziman. Sassa 0.0 kelish kerak ekan. Tak. 48 4 bo'ldimi? Opani ham yuboraver, opani ham. 50 bo'ldi. Yo'qchi opa. Zo'r opa. Tim yomon opa. Tak, Mattel. Yana qaytamiz. Narga Mattelda ham bezatishim kerak. Anavi kelish kerak-da onun uchun. O'zi keyin mebel qo'yishim kerak o'tga. Mebel. Men bitta bezatgan ekan, 103 ochiladi keyin. 300 dollar. Mahsulot zakaz qilib qo'ysam bo'ladi, ha? Nima qolmadi? Lekin mahsulot bor. Yangi narsa ochilmadi, menimcha. Menimcha ochilmadi. Tak. 41. 60.
Yo'q-ku deydi-yu. Tak. Yaxshi zo'r $40. Sizdan $8 yaxshi. Tak, sizdan $30. Yaxshi, bizda $300 уже $300. Bizning mahsulotlarimiz ham keldi. Menimcha bezatsam bo'ladi. Open Store. Bu yerga odam qo'ymadimu. Aytgancha qo'yish esdan chiqibdi. Da. Jeni qo'yaversang bo'lmaydimi? Shu yerda o'tiribsan-ku. Opa, uzr, I am sorry, meni kechiring. Keyin xonalar qimmatlasharmikin degan savol bor. Hozir $27. Tak, menda o'zimda yo'qmi oldim. Vannani ham bo'laveradi. Normalniy vanna ham bo'laveradi. Normalniy masalan. Haligi nima deydi? Otamni uylantiraman deydi. Paint. What the heck, bro? Oldingi safar nima bo'lgandi? I'll pick a toliko moko fukushigomago. Qo'lga qo'yib olish kerak ekan. Tomniki. Hojatxonaga ham normal hojatxonaga ham. Bo'laveradi, bularga yarashaveradi. Qolganlarga sholp qiladi. Tak, mayli. Uzr, I'm sorry, kutib qo'ydim. Oling bemalol $55 plus. Har turli xil bo'ladimi? Da. Oq deb o'ylaganim oq emas ekan. Qora. Qoraroq rang ekanda. O'zi ana o'qilar ekan. Bo'yir ekan. Yomon vibratsiya beribdi lekin. Tig' qilib. Tak. Bo'yash hammasi. Mana bu narsalarni qo'shishim kerak. Dust Frost Trash Remove Photo Room 4 tadan Remove Photo Room 4 ta. Tak, nima deganda? Remove trash from room. Trash from room. Bad. Короче, nari xona yopiq. Bitta nari xona ochilmagan. $8. Room at not ready da. Tayyor emas deydi. O'tgan mebel bu mayda juda 4 ta 8 ta xullas yig'ishimiz kerak menimcha. Menimcha shunaqa. Tak, brat, sizga $50 60 8 yaxshi. Plastik 63 yaxshi. Mayda juda qilib o'tirmadi, brat. Gap bo'lishi mumkin emas. Axsas. Xonamiz ham bo'shadi kakras. $6. Bu yergamiz. Keyin. Hozir nima qilmoqchi edim? Ana u narsalarni ko'ring, to'xtay. Hozir ana bitta odam qo'yib yuborayda. Keyin o'sha ana xonani bezatgan mebel olsak bo'ladi.
Давай, брат, omadingiz bersin. Xonani rasvoqimizdan qilsin. Так, new costume add story costume moka shoka foga. Так, xullas. Bitta mana bundan. Yo, 4 ta qilib oldim. Mango, did you? Tak, xullas. Chipsdan bundan bitta. Bu yo oxirgisi kerak emas edi. Mana bu kerak emas. Men buni undan ko'ra 2 ta qilaman. Mana bundan bitta qilaman yana. Davay, ketdi. Xo'p, keyin fuel business bor. Uni qancha? $500 deydi. $500 topilardi-da. Tak. Nu, mayli, xo'p. Azizlarim, menimcha bugungi video shugacha yetadi. Albatta, agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, fikringizni kommentariyaga yozib qolasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan har doimgidek Leon Gaming bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.